Kanban tizimi haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Kanban tizimi Yaponiyada qo'llaniladigan doska. U yerda mahsulotlarni ketma-ketligini, tartibini yo'qotmaslik uchun, ishchilar esdan chiqarmaslik uchun doskaga ishlab chiqaradigan mahsulotini yopishtirib qo'yishadi. Bunaqacha murakkab tizim emas Kanban tizimi. Ya'ni ta'minot va yakuniy ishlab chiqarilgan mahsulotni sotuv bo'limigacha uzviylikni ta'minlab turadigan ichki zakaz sistemasi desak to'g'ri bo'ladi. Kanban tizimi qanchalik muhim? Kanban tizimi juda ham muhim ishlab chiqarishda jarayonlar ketma-ketligida bir-birini ustiga minib aralashib ketmasligi uchun. Eng asosiy qo'llaniladigan sohasi shu. Ya'ni jarayonlarni tartibga solish uchun qo'llaniladi Kanban tizimi. Kanban tizimida aytaylik siz ishlab chiqarishni boshlig'i bo'lsangiz, ishlab chiqarishga olgan yarim tayyor mahsulotingiz, komplektuющий materiallaringiz sizniki emas, ta'minot bo'liminiki ham emas, balki ishchiniki bo'ladi. Ya'ni ishchi to'liq o'zini zaxirasiga javob bera boshlaydi. Siz zaxirani to'laligicha ishchiga topshirasiz. 1 oylik zaxira tekshirish jarayonini yo'lga qo'yasiz va bu orqali siz ishchini qaysidir ma'noda o'zini mahsulotiga javobgarlik hissini oshirasiz. Kanban tizimida ishchi to'liq zairyo deydi yapon tilida, ya'ni komplektuющий materiallarni yarim tayyor mahsulotlari deylik o'zbek tilida, to'liq nazoratini qo'lga oladi. To'liq nazoratini qo'lga olgandan keyin ishchi o'zini xo'jaligiga o'zi javob beradigan va o'zi zaxira ta'minotini yuritadigan ishchiga aylanadi. Bu narsa juda muhim. Kanban tizimida supermarketga o'xshab turib mahsulotlar ta'minot bo'limi orqali tayyor holatga keltirib qo'yiladi va sanoq sistemasini ishchini o'zi nazoratga oladi. Ishchini o'zi nazoratga olib turib, bu narsani Kanban tizimi orqali, ya'ni kelgan zakazni doskaga yopishtirish orqali o'zini keyingi jarayonlarga, keyingi jarayonlar uning uchun xaridor ekanligini his qilib turib ishlashni boshlaydi. Kanban tizimi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor, internetda qidirsa chiqadi. Bunaqa juda ham qiyin ish emas. Buni eplasa bo'ladi. Keyingi jarayon meni xaridorim degani, o'tgan videolarda aytganimdek, keyingi jarayon meni xaridorim deb ishlagan ishchilarga oldingi o'sha xaridor bo'ladigan jarayondan zakaz tushadi. O'sha zakazni qog'ozga yopishtirib turib, doskaga yopishtirib qo'yadi xolos.